Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Bugünkü proqramımızga kelganlarga hammalarga xoş gəlibsizlər deyimiz. Bugünkü proqramımız Xitayning 3-cü ayının 14-17-ci günü çıxarğan Milletler İttifaqlığı qanunu və bizning vətəndə bo'lib atqan Uyğur tiliga qarta ilib berilib atqan bəzi Xitay siyasətləri toğrusunda buludu. Həmmimiz görüyotganimizdək axbaratlarda, sosial medialarda görüyotganimizdək Uyğur tili bilan münasibətlik barlıq unsurlarning hammasi Xitayning dövlət qurulmalarından, dövlət organlarından yoki şəxsi dükanlardan, viviskalardan ilib etilib bardı. Bunun Xitayning Milletlər İttifaqlığı qanunu bilan bir münasibəti barmı? Şu toğrusida mehmanlarımız mı geldi, mehmanlarımız bilan birlə mush toğrusida analiz qilmoqchi. Hammamiz tanıdığımızdek G'uni Stenbek Çex Üniversiteti'den antropolog ve Xitay işler mutaxassisi Elşad Esenkam ve Abdüali Ayıpkam'la bilen birlə. Birinci sualımni mən İlşadqa sizdən sorab ketay. Siz azraq mı şu Xitayning Milletlər İttifaqlığı siyasəti toğrusunda azraq, qanun toğrusunda azraq məlumat berəlimsiz? Buldu. Xitayning bu qanuni bizilki 3-cü ayda içilgan Xalq Qurultayınınki umum vəkillər yığınında resmi qanun bo'lib o'tdi. Hamda şu zaman icrağımı o'tdi. Bu qanunning ismi Xitayçı Çujin Minzu Tuanjie Jinbu Fa deydi. Yana Milli İttifaq ilgirləşni ilgir sürüş kanuni hamda. Hammamiz bilgandek bu qonunninki mazmunlari asosan biz burundan tanqid kelayotgan mazmunlar, yana tilizikni birlikka keltirish, yana atalmış Xitoy davlat tilini asos qilish, millatlar ittifoqi degani yo'g'irish millatlarni. Endi buni men azroq jiroqdan qarayman. 2009'daki 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumati bizning vatanga, ya'ni Sharq Turkistonga bir necha guruhga atalmış mutaxassislarni, yana Xitoy milliy mutaxassislarni, bularni avatib Uyg'urlar bilan ziyali, hükümet əməldarları, yani Uygurların sarkılları bilen ayrım görüşken. Ben bundan azraq xabar aldım. Şu görüşte bu nime için bunda çıkıdı o? Nime için bunda 49'nun bugün kâgıca muşunda biz Xitay tarafının daydığını biz şunda meblağ saldık, yardım kıldık. Ama lakin bu milletlerinin arasındaki bu dokunuş nime için bunda güçlük Uygurlardaki zaten mesele nerede degende asasen Uygurlarınki kösetkini birisi Milli Muharipning yo'qolib ketibagini, yana atalmış qo'shtillik. Bunun elə Abdüali yaxshi so'zlaydi tay. İkincisi, işinde emgek gücü deb Uygurlarni Xitoyga yo'tkashning mushu ikkisi asos tem bo'lgan. Şunun bilan bu suhbatlardan keyin Xitoyda menimcha 3-4 atalmış mutaxassislar İkinci avlod milliy siyosat degan bir nazariyani ko'tarib chiqdi. Buningki avangardlari Beijing Üniversitedeki Marong degan atalmış Tungan, Milletler Üniversitedeki Yang Shengmin degan Tungan, Tsinghua Üniversitedeki Huanggang degan professor Xitoy, undan keyin Tongjanbuda shu vaqtda ishlayotgan Xulianxi degan yana bir Xitoy. Bular to'rti asosan ikinci avlod milliy siyosat degan bu hukmni ko'tarib chiqib, buning da milliy kimlikni yo'qotish. Nayti uzun bu maqolasi. Ang dastlabki maqola bo'lib chiqdi, keyinda Marong buni bir kitob qilib nashr qilib chiqardi. Menda PDF'si bor. Ama bu vaqtida biz bak diqqat qilmadik. Jihlarimiz buningga menda qarab qo'yib, bu mesela o'tib ketdi dedik. Ama muşu hazırki Milletler İttifakını ilgili sürüş bu kanunu da naq şunun hemmesi şunun da. Yana milli kimlikni suslaştırış bunu çünkü bu kitapta ikinci avlod milli siyaseti de iniqdaydi. Avtonomiya kuruş asildeki hatalıqdaydı.
Asildagi xatolik. Shuning uchun ama qurul bo'ldi. Buni hozir bizim qilolmaydi. Shuning uchun milliy kimlikni suslashtirish. Yana Uyg'ur deganni, Tibet deganni, Mongol deganni suslashtirib, Jonghua millatlarini ilgari surish. Bu birinchisi. İkinciden bir yerda til birlik kelish. Yana atalmış Putonghua, yana bu Jungo tilini asas qilib ishtirib chiqarish, muarifga asas qilish. Üçüncüsü Menzuronghe degan qonundima baki, mushu so'zni Marong ko'tarib chiqqan. Bu yerda Marong bilan yozgan, bularning yozgan bir necha parcha maqoli bormish. Ikkinchi. Mening esimda bor, bir parcha maqolasida Marong degan. Hozir hukumatning puli bor. Shuning uchun Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkab, ularga hatto bekorni uyini berish, xizmatni o'rinlashtirish, ularning o'rniga Xitoylarni Sharq Turkistonga yo'tkash, shu orqali nopsnimi tangshash deb bu fikrni bergan Marong. Albatta buningda ashular hammasi bir. Uningdan keyin nikolish to'g'riliq yana bir ayol Xitoy mutaxassis ismdan chiqib qolibdi. Buningki doklati bo'yicha Tibetlarninki nikolishi Xitoylar bilan 1%dan ish bo'lgan. Ammo Sharq Turkistonda ya 10%dan ish bo'lgan. Masalan, Lasada deydi. Ama Şarkı Türkistan'da 1%'ga bağmıgan Uygurlarınki Xitay vil nikalışi. Şunun için bir yerde nikalışını ilgili sürüş için siyasi cihattan, iktisadi cihattan alaylı siyaset bekitişini tekliflerini bergen. Hem de bugünkü günde bu kanunun bulup çıkışı, bunda diğer vakti da muşu mutaxassislarınki ko'rsatmasi, men bularni hammasini faşist mutaxassislar deb qarayman. Ikkinchi dunyo urushida vaqtida Roni yaxshi, Yusupyan yaxshi biladi menimcha Yevropada. Natsilarni naytijiq ashunda qonunlarni chiqargan. Bu yerda mening yana bir ta'kidlaydiganim Xulianxi degan bu Tongjanbodan chiqqan, buning yozgan yana bir shu vaqtdan maqolasi bor. Yana Uyg'urlarning bugungi kagicha özünün kimligi ve her xil hamda Xulianxoning ko'z qarashi bo'yicha 10 yilda bir kichik voqea chiqarish, 30 yilda cho'ng voqea chiqarishidagi sabab Uyg'ur ziyolilari, Jonghua millatlari degan bu kimlikni qabul qilmagan. Shuning uchun Uyg'ur ziyolilarini yana o'zgartish ideologiya jihatdan butunlay Jonghua millat degan bu hukmni qabul qildirish deb mana degan vaqtida bizning sarxillarni yo'qitadigan ma siyosatga yo'l ko'rsatgan yana Xulianxi. Bu mu hozirgi mushu qonunida bor. Endi bu qonun o'tdi. Xitoyda qonun bor desam men hech qachon ishonmayman. Bu qonun mu siyosiy buyruq amaliyotda. Endi bir minut tugitay, uzun bo'lib ketmasin. İttifoq degan ikki adam baravar bo'lgan vaqtida, ikki millat baravar bo'lganda, davlat baravar bo'lgan vaqtida ittifoqlashgan bo'ladi. İttifoqni zo'lab qilgani olmaydi. Hozir bu ittifoq qonunninki ilgari surish. Xitoycha degan vaqtida bu pil kimiga ko'rsatgan degan vaqtida bu pilni ishtirdigan yana verb inglizcha, Xitoycha dongci, zujin deganni ilgari kim surdi? Hukumat. Hukumat hattoki sening kim bilan do'st bo'lishingga, kim bilan ittifoqlashishingga aralashib zo'lab Uyg'ur, Tibetlar, Xitoylar bilan majburiy ittifoqlashsa deb buni qonun degan nom bilan buyruq tushiryapti. Burundimi shundaq? Hozir hamda qonunning nomi bilan men yaxshi ko'rsam, ko'rmasam bir odamni uning bilan cho'qim ittifoqlashsa deb mecburlaştım başka narsa emas. Xuddi bir ayol ikkisini ota-onasi qiz o'g'ilni mecburi sen to'y qilsa, qilmasangmi qilsa, qilsangmi qilsa, shuning bilan o'pma o'xshash narsa. Rahmat, tugdi. Ko'p rahmat Ilshod Kabek, obdan tushuncha berdingiz. Abduvalik aka, sizdagi kelay endi ikkinchi savolni, sizning Uyg'urlarni ko'p Uyg'urlar to'g'risida ko'p xizmatlarni qildingiz. Shunga Uyg'urlarni ta'sir qildigan nuqta sizdan so'rasam, texnik muvofiq bo'lgandek his qildim.
Qanunni men o'zim bir qur o'qib chiqdim. 2-3 kun bo'lib qoldi o'qiganimga toza yodimda bor. Qonunning ichida bek endi bir qaramoqda o'qigandala xuddi bir qonundek emas. Masalan, bizning Mag'ribda yoki biz ko'rgan normal qonun bilimidagi pozitiv qonundan ziyoda bir xil siyosiy puroq kuchliroq, shuarlar kuchliroq siyosiy shuarlar. Anadikin bek keng doirasi bek kengdek ko'rdim men. Hatto butun qurilmalarga masalan Uyg'urlarning undaq yalang'och qilib aytganda gapni Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish yoki asıllık millatlarni assimilyatsiya qilish vazifasini faqat davlatning emas, soqchining emas, qurilmalarning emas, hatto uyning ichidagi kichik balg'im bir xil vazifa topshirgan bir vazifa topshirish bor. Maktablarga vazifa topshirish bor. Hatto qo'shnilardan tortib bir-birsini ifsho qilish, muxbirlik qilish bir-birisiga qarshi josuslik qilishni ilgari surgan narsalar bor. Hem bu kanunun özümü Xitayning asosiy qonuniga yoki avtonomiya qonuni bilan bek jiqsizlik bordek ko'rdim. Endi sizmi bu jihatdan qanday o'ylaysiz? Endi bu qonunning kelib chiqishi Uyg'urlarga nisbatan qanday bir tahdid? Qaysi jihatlarda tahdidlarni ilib kelishi mumkin? Konkretroq shu tema to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz. Birincisi bu qonun e'lon qilinib bo'lgandan keyin bo'lgan ishlardan kelayli. Birisi ko'chalardagi Uyg'urcha viviskalarni ilvatdi va o'zgartirdi. Masalan, mening to'plagan paketlarimda Qashqar shahridagi Uyg'urcha viviskalarni o'chirayotgan ko'rinishni topdim. Uni o'chirayotibdi. Ikkinchisi G'uljidikini topdim men. G'uljidimi shu ko'chadagi Uyg'urcha viviskalarni o'chirib qilibdi. Bu birisi, birinchi bo'lgan ish. Ikkinchisi, burun Uyg'urlar til imtihonida burun HSK beradi, ya'ni Xitoycha saviya imtihoni. Undan keyin MSK o'zgargan, ya'ni osonlik millatlar Xitoycha saviya imtihoni. Hozir ham bu ishkilisi qilib buni o'rniga asli bu Xitoylar beradigan imtihon bu. Xitoy o'lchamli til imtihoni. Putunxo qarshi deydi bu narsani. Bu asli Xitoychini o'zining yerlik shivasida so'zlaydigan Xitoylardan oldigan imtihondir bu. Hozir endi bu imtihonni Uyg'urlardan oldigan bo'pti. Shunday bo'lgan chaqda bu Uyg'urlarga yana bir besim bo'pti. Xitoy tili o'rganish zo'rlangandan boshqa Xitoyning o'lchamlik nimasida so'zlash. Uni chunki Uyg'urlar Xitoychani xato so'zlashni o'rganmagan. Bu asli Xitoydagi dialektlar qartilgan narsa asli. Uyg'urlar qartilgan narsa emas. Lekin Xitoyninki bu yangi qonun bo'yicha Uyg'urlar shu Xitoy o'lchamlik talaffuzini imtihon berdi ekan Putunxo qarshida. Ana yana birisi eng yangi bayqalgan avval burun shu vaqtcha shofirlik imtihonisi Uyg'ur tilida ilinib ketdi ekan. Bu imtihonning amaldan qoldirilganligi to'g'risida xabarlar chiqyotdi. Shundoq bo'lgan chaqda burun Uyg'ur tilida bo'lib kelgan Uyg'ur tili saqlanib qolgan viviskalar, ondan Uyg'urcha ilinayotgan eng oxirgi imtihonlar bekor qilinib, Uyg'urlarningki mavjudligidan bishorat beradigan eng oxirgi shaklmi yo'qolib ketdigandek qilib turdi. Bu birisi. Ikkinchisi, burun maktablarda Uyg'ur tilida dars o'tishini cheklab o'tgan bilan Uyg'urcha kitob bor ekandiq. Ya'ni Uyg'urcha kitob degan chog'da Uyg'urcha adabiyot darsligi Xitoycha Yuvar degan kitobning tarjimasi ekan. Shu bo'lsa-mi, o'tilmasa-mi shu kitob bor ekandiq-da endi. Ham bu qitimqi yangi qonun bo'yicha bo'lgan chog'da buning yo'l qo'yilmaydi. Butkul ma'rif yasaydan boshlab nimada bo'ldi? Xitoy tilida bo'ldi buning endi. O ishbirlik qilish ayrim masala sababi ham degan. Men yana bir intayin xatarlik bir nuqta bor. Ya'ni buni bu chet el hukumatlariga da'vatimiz. Nima desa, Xitoy fuqarolari Xitoy ichida farqli fikr qilsa bo'lmaydi. Millatlarning yo'g'rilishiga qarshi fikr qilsa bo'lmaydi. Davlatning millatlar siyosatini tanqid qilsa bo'lmaydi. Bu burun davlat ichidagilarni boshqaradi. Bu yangi qonun bo'yicha bo'lgan chaqda Xitoy fuqarolari
Her qandaq yerdə qısı bulmaydı ki o gapni. Yani Beycan, Şanxay'da emas, London, Növrühtü desin bulmaydı ki. Bu mu kanun xilaf oldu ki? Ondan puhralarını, muşundaqlarını aşkarlaşqa rəğbətlendirdi ki. Şundaq bolğan çağda yenimizdeki bir Uyğur, Xitay puhrası Uyğurның bizni Xitayga çeqiştirishi, bizning ustimizdan Xitayga ma'lumot berishi, uning Xitoy qonunini qo'g'dig'ini, bizning Xitoy zulmiga qarshi turganimiz, Xitoy qonunini buzganimiz bo'ldi ekan. Bu tarafımı diqqat qilishga arziydi ekan bu til, yoziq, madaniyat masalasidan boshqa. Shunga endi bu yangi qonun burun qora qo'yib ijro qilinib kelayotgan ijroatlarning, siyosatlarning qonunlashtirilishi va burun ijroatlar texmi mukammal, texmi inchga, tafsili bir o'rinlashtirilishdan iborat ekan. Anandaki nakagen bir qısqacha bir narsa, bir modda ko'zimgacha qaysi modda ishkalik toza aniq esimda qolmadi. Lekin alqay masenga bir dada qizning bir Xanzu bilan to'y qilishiga, Xitoy bilan to'y qilishiga unimisa, bu yerdami bu dadaga bir qonuniy javobgarlik ortilgandek bir modda bordek ko'rdim men. Aslında bir narsa bor. Bunu mesela şu Uygurlarını bütünlüğü Xanzular bilan to'ylashtirishni texnicha qarab, buni keyingi bir kelajakdagi planlarga bir ish oshgandek bir narsamikin deb o'yladim. Mayda masalan Birsidan. Abduvali'ninkiga mana qilsam, manda bir masala bor. Men texnik bugun nemani ko'ryapatdim. Masalan 74-yili mana Xitoyninki pasho'g'an saqchi hujjatlar. 74-yili 1-oyda onasi bilan bir necha oyat o'rgangan bir ayolni Qashqardan 17-yili jazo lageriga kirib oxirsida kesib yetibdi. Qancha yil kesganligini topolmadim. 5 yil ya 10 yil bo'lishi mumkin. Endi ma qonun bo'yicha masalan bir Uyg'ur vatanda maktabda Uyg'ur tili o'rgatish yo'q. Agar bolalarga Uyg'ur tili o'rgatib yoki sen uyda Uyg'ur so'zlaysa deb qilsa, bumi qonunsiz bo'lamdi deganda qonunsiz qila oladi. Chunki ma qonun Abduvali inchki dedi, meningcha inchik emas. Qasddan mujmal qonun ma bu. Shunda bo'lgan vaqtida mujmal bo'lgan vaqtida nayti aniq sistemlamagan vaqtida bu qonunni yerlik sotchilar qanday ishiltima desa, shu tarafga mangayverdi. Markazning buyrug'i bo'yicha, masalan, yana 17-yildagidek yoki hozirgi shu vaziyatdami bir Uyg'ur, yo'q, bu mening til yozig'imni ishiltish haq huquqim asos qonunda bor deb bolalarga majburiy uyda 1 soat ya 2 soat Uyg'ur tili yoziq o'rgatgan bo'lsa, bu bolasini muallimi bir yo'llar bilan dadangni ayblasa, dadasini kesib yutalaydi. Ma qonun bo'yicha. Bunday degan vaqtida bu shu 74-yili oyat o'rgangan 43 yildan keyin kesilganga o'xshashli bir narsa. Ma qonun ajoyib bir qo'rqinchli mana degan vaqtida Uyg'ur Tibatlar uchun azroq vijdonni saqlab, tilimni saqlayman. Masalan, yana bir misoliga. Siz bir ommaviy so'rinda hammasi Uyg'ur. Urumchining bir ko'chisida hammanglar Uyg'urlar paranglashyapsizlar. Bir Xitoy kelib, men tushunamadim. Hammanglar Putinxo so'zlaysizlar degan bo'lsa, siz yo'q desangiz, millatlar qonuniga xiloflik. Sizni tutib, so'liyalaydi, jazolaydi. Ma xatar. Köpten köp rahmet hakikaten konkurs tushuntirib berdingiz. G'uni endi sizdan so'raydig'ini mening endi bu akademik dunyoda Uyg'urshunoslarning o'tirsida masalan bu qonunga yoki bu vizisklarning elitilishi, Uyg'ur tillarining, Uyg'ur til yoziqlarining butkul ommaviy sohadan butunlay siqib chiqarilishi qandaq inkoslar bildirilyapti, qandaq analiz qilyapti bu masalani Uyg'urshunoslar. Shu haqida izoh to'xtalib beramiz? Ma'qul, rahmat. Uyg'urshunoslar mavzuddagi Yevropa, Amerika yoki boshqa davlatlardagi Uyg'urshunoslar qaraganda ko'pinchisi shu yangi qonunni shu burungi siyosatniki muqimlashtirgan
bir kural dep qaraydı. Burun siyaset bolğan, burun belkim texe 100% eniq bolmagan yoki xalqlar uni Xitoyninki siyosati ya partiyaning siyosati bilgan bilan uni qo'rqab qiladi ya qilmaydi, lekin bek eniq uni qilmasam jazam shundoq bo'ldi ya shundoq bo'ldi eniq bo'lmagandan keyin yana bir ozroq bir uni yana o'zgartiradigan bir umid bor bo'lgandi. Hozirgacha ba'zi uyg'urshunoslar voy 2017-yildan hozirgacha bo'lgan ishlar xuddi burunki cho'ng madaniyat inqilobiga o'xshash shunaqa ig'ir vaqtlar bo'lgan. Biz yana bir xil normallikqa qaytib boralaymiz degan umid bor bo'lgandi. Ma qonun kelgandan keyin Asiyaga hargiz yana qaytolmaydiganligimiz meningcha ko'pincha uyg'urshunoslarga aniq bo'ldi. Shuning uchun u siyosatninki boshqa Xitoy siyosatlarninki muqimlashtiradigan hem shu bek o'zgarolmaydigan bir holatga qo'yishninki bir holat deb qaraydi. İkincisi, köpüncüsü mu İlşad akımız degindek, uni xalqi Maronninki, Yang Shengming, Hulian He'ninki, ikinci evlat milli siyasetininki emelga kildigan, rast bulup kaldıgan bir xil distopik reallikqa qaraydı. U siyasetni boshqalar burunmu analiz qilgan, lekin u faqatla bir xil ideologiya deb o'ylab qolgan. U ideologiya hozir amalga Əməliyləşdi. amaliyalashdi, rast bo'ldi, reallikqa aylanib ketdi. Hem uni lager bo'lmagan bo'lsa, lagerninki ig'ir ig'ir qiyinish hem zulmü bo'lmagan bo'lsa, herkes undaq qilolmaydi deb qaraymiz ko'pinchisi. Chunki hozir u qonun bo'lgandan keyin hammaylar qonunga qonun bo'yicha menish kerak. Hem hozir bilishimizcha ko'pinchisi shundoq qildi. Lekin 10 yilning oldida jiq hem siyosatlar hem qonunlar bo'lsa-mu, uning keynidan bir yo'l tepib, masalan bolalarning ko'pligini qaraganda 3 boladan ko'p bo'lsa yoki shu 100% siyosatni qonun bilan mangmasak bo'ldi deydiganlar hali jiqda. Ammo lagerninki zulmi hem qiyinishi hem shu ishlar bo'lgandan keyin ko'pincha uyg'urlar hozir uni qo'rqib uni petinmaydi. Uning bu elbette 100% tushungili bo'ldi. Shuning bilan hozir qonun mush vaqt kelganda bek effektiv, bek shundoq kuchi bor bo'ldi. Kesinlikle. 10 yilning oldida bo'lgan bo'lsa, uning kuchi balkim yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki ko'pincha kadrlar hem uydagilar uning bilan mangmagan bo'lishi mumkin. Lekin lagerninki zulmi bo'lgandan keyin uningki hozir kuchi bor deb o'ylayman. Shuning uchun uningki ta'sirimi menimcha uyg'urlarninki hem jamiyatiga hem
şu ailelerge, öylerge, ijtimai torlarga bek igir bulup ketiş mümkün dep ensuradım ben. Köp rahmet Huni. Şaka siz biz hem de normalde paranlasak Uygurlar doğrusunda bir siyaset yoki bir narsa chiqqancha ko'pincha hollarda faqat nimto'g'riliqli paranglashimiz Uygurlarning orasidagi Uygurlarning buni qanday qaraydi yoki dunyo qanday qaraydi mush masala atrofida turib paranglashimiz hamda buniki mencha Xitoyning ichki siyosatga yoki Xitoyshunoslar yoki Xitoy siyosetchilar yoki Xitoy o'qituvchilar buni qanday qaraydi bu masala to'g'risida talish qilsak yoki o'ylanib baqsak obdan bo'lamdikan deb o'yladim. Shuningdek bu savolni sizga qo'ymoqchi. Xitoy siyosetchilar bunga hozir qanday analiz qilyapti yoki analiz qilayotganlar ko'ngil bo'layotganlar bu millatlar siyosatidagilar bormi? Hamda Xi Jinping tugigicha bu qonun davomlashamdi yoki Kommunist partiya yashag'icha bu qonun yashamdi? Buning umri qanchalik bo'ladi deb bir taxminlar bormi? Bu aslında Ee, siyosiyasından. Birinciden bu kanunga bütünlay Uyghur yoki Tibet mushu boshqa millatlarning maydonda turib qarshi chiqqan Xitoy o'qituvchilari, Xitoy demokratlari sanig'ini bo'ldi deb qarayman. Mushu Az qo'l yani. mushu 10 barmoq yetidi deb qarayman. Ko'pinchisi Xitoy millatchi buni ilgari surish to'g'ri deb qaraydi ko'ngilda. Chunki bu chet eldagi Xitoy ziyolilarining ichidami, hatto demokrat o'qituvchilarning ichidami shu avtonomiya aslida xato qilingan deydigan asosan egallaydi. Endi Runi ya'ni Yusufjonday bir muhim narsani ko'rsatdi. Agar 17-yildan boshlangan bu siyosat bo'lgan bo'lsa, siyosat degan bir hukumatning vaqtincha mang'uzadigan bir boshqarish yoki bostirish bir vaqtlik narsa bo'ladi. Uning bir mezgildan keyin o ya bo'shaydi, ya boshqa o'rlab mang'idi yoki amaldan qoladi. Qonun bo'lgan vaqtida hokimiyat almashsimi, balkim shaxsiy almashsimi bu siyosat davomlashadi. Endi Xitoyninki kelgan vaqtida Xi Jinping hozir bugun o'lib qoldi deyli, uning o'rniga yana bir Xitoy chiqsa, sekretar bo'lsa, bu qonun davomli mangaverdi. Chunki Xitoy hokimiyati hozir bu milliy masalani hal qilamiz deydigan bu Xitoy ziyolilarining asosiy bir iqim degan vaqtida. Shuning uchun bu qonun Xi Jinping bilan tugamaydi. Shuningga men buni Qatar deydiganim shu. Uyg'ur Tibetlar uchun ajallik bir qonun bu. Qonun deb to'nisak. Bu undaqla tez o'tib ketmaydi. Hattoki Xitoy bir demokratiya davlat bo'lib qolgan vaqtlarmi yana bu qonunni davomlashtirishi mumkin demokrat Xitoylarmi. Faqat avtonomiyaning nomini qo'yib qo'yib, ammo bu qonunni yana bir xil mujmal bilan ishiltish, bu xil ahvol davomlash ehtimoli cho'ng. Endi xalqaroninki buningga bo'lgan inkas menimcha Runi deb bo'ldi. Bu yerda agar xalqaroning kuchlik bo'lgan bo'lsa, Xitoy ziyolilarida bir xil o'zgarish bo'ladimi-ki deb qaradim. Ammo lekin hozirgi xalqaroning inkosi bo'shab ketishi bilan Xitoy ziyolilari bu ishlarga ko'ngil bo'ldiganlarmi nayta az. Endi men sanasam, mushu qonun chiqqandan keyin bir necha Xitoy bo'libmi endi Wang Ke deb bir bizning nima Maral vishiri cho'ng bo'lgan, hamda Abduvali yaxshi taniydi, ham balkim Yusufjonmi taniydi. Yaponiyada millat mushu milliy masala tadqiq qiladigan millat shunos bu odam bu. Wang Ke bir parcha maqola e'lon qildi, ham yaxshi maqola. Ammo Wang Ke'ninki nima endi men yaqin o'tishim bu odam bilan qaraydigan bo'lsa, yanala shu Xitoyning sistemaning ichidagi, ammo bu qonun millatlarningki bo'libmi Uyg'urlarning, Tibetlarning bu haq huquqiga bir qo'ral bo'lib ishlanganini ma tarafini yo'ritib bergan. Nayti aniq. Shuningga mana degan vaqtida bu qonun
Xitaylar tarafidan qattiq bir tanqidga uchramadi. Hamda kelgusida bu bizga agar biz qutulamizsak, bu bir ajallik. Yusufjon deganga o'xshash. Shaxsan mening ko'z qarashimcha bir millatning tili u millatning tafakkur qilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Uyg'ur tilida, Uyg'ur muharibida cho'ng'igan odamning tafakkuri bir Xitoyning tafakkuri bilan o'xshamaydi. Bu masalan g'arbdagi diversity, nima uchun diversity deydi deganda, o'xshamagan tildikilar o'xshamagan tafakkur qildi. Shuning bilan siz ko'plagan narsalarni ko'ra olasiz. Sizning tilingiz, siz muhitda cho'ng'igan narsani siz yana bir tilninki adamining ko'zidan qarasangiz, u boshqacha bo'ladi. Masalan bir misol olay. Ben Minkalxonlar bilan birga o'qigan. Biz Xogo yeyli Xitoyninki nima deymiz, hot pot Xitoycha. Mayli beri qolgan salat yeyli. Uyg'urlar biz issiq bosmaydi deymiz. Berib ya bir taq silag'ma yemigicha ya bir chin suqash ichmasak, o tamoq bizga issiq bosmaydi. Buni Xitoychida biz xeyli nim qilgan. Masalan, mush Minkalxonlar, xeyli o'qigan Minkalxonlar. Xitoychaga nima deydi deb hech kim bunaqa bir muvofiq tarjima topolmadi. Issiq bosmaydi deymiz. Hamma odam Uyg'ur issiq bosmaydi deganni nihoyat yaxshi tushundi. Demak, bu odamning yegan tomog'i Uyg'urning tomog'i emasligini bilalaydi. Faqat Uyg'ur tomog'ini yegan vaqtingizda issiq bosadi. Bu nima uchun bu so'z qanday keladi deganda, Uyg'urning madaniyati, Uyg'urning tili, Uyg'urning tarixi, bu hammasini mujassamlashtirib, ma so'zini degan vaqtida hamma odam tushuna oladi. Bu aq ko'rinishini bilganlar tushuna oladi. Masalan, Yusufjon tushuna oladi. Chunki Uyg'urlar bilan aralashib. Ammo boshqa tilga tarjima qilsangizmi tushunolmaydi. Shuning uchun til bir millatning yiltizi ham u millatning madaniyat jug'lanmasi. Mana degan vaqtida. Bu yo'qidi nihoyatda xatarlik. Shuningga abayman degandek Xitoyning maqsadi shu, bizni yiltizimizni quritib etish. Bu 17-yildagi hozir qonunlashdi. Xo'sh. Köpten köp rahmet. Köpten köp rahmet. İkinci sorumu ben G'uni'den sorayım. G'uni'dinki Abdüelikam'dan sorayım deb o'yladim. G'uni endi sizce bu endi Xitoyning qonuniyatga Uyg'ur tiliga ilib berilgan jang endi bu narsaga burundan tortib batdi, endi buni qonunlashtiribdi. Buni texim jinoyatchilaştirishga, bu siyosatga qarshi insonlarni texim bir keng yo'chiq ichib turibdi yoki bir ishga ichib turibdi. Sizce endi bu qonun yoki Xitoyning bu siyosati Uyg'ur jamiyatini, Uyg'urlarning kimligini, ya aidiyat tuyg'usi deymiz, kimlik tuyg'usini yoki ijtimoiy jihatdan jamiyatni qanday o'zgartirdi? Bir antropolog bo'lish sifatingiz bilan bu masalaga qanday qaraysiz? Hozir Ilshod akamiz pek muhim bir gapni qildi. Ma til bo'lsa madaniyat bilan bog'lanliq bo'ldi. Shuning uchun tilni yo'q qilib etish demak, madaniyat ham jamiyatninki jiq yalani ojizlashtirgan, yo'q qilib etish emas, ammo ojizlashtirgan bir xil usul bo'ldi. Lekin ma qonunning ichida tilning gaplarla emas. Uningdan boshqami madaniyat ham oila tarbiyalashninki gaplarimi bor ekan. Men uni ko'rib pek hayron qoldim. Men uni pek muhim deb qarayman. Chunki ma qonun maktabda yoki shu ochiq umumiy o'rinda bo'layotgan ishlarni emas, uyning ishlarini boshqarmoqchi edi. Hatta xuddi cho'ng madaniyat inqilobiga o'xshash bolalarmi hem tuqqanlar o'zining tuqqan to'g'riliq yoki dadisi yo apsi to'g'riliqmi hukumatga gap qilish kerak deb yozilgan. Shuning uchun meningcha ma qonun epsiski Uyg'urlarning madaniyat urf-odatlarini hem jamiyatning ichidagi ijtimoiy to'rlarni pek cho'ng ta'sir bilan o'zgartirish mumkin deb qarayman. Bir jihatdan albatta til bo'ldi, lekin ikkinchi jihatdan qarasak,
shu evlatning arsida bo'lgan mehr muhabbatni buzilishi mümkün deb qarayman. Chunki ma uyning ichidagi oila tarbiyalash hukumatning qo'liga chiqib qalsa yoki hukumat uni kontrol qilsa yoki hatto hukumat uniga qarab ojizlashib ketsa ma jamiyatninki ichidagi ijtimoiy torlarni pek ojizlashishi mumkin. U faqat Uyg'urlarning kimlik saqlanish uchun ya Uyg'urlarning urf-odat yoki madaniyatni saqlanish uchun muhim uningga muhim emas. Uningga albatta muhim bo'ldi, lekin uningdan boshqa jamiyatninki shakli hem jamiyatninki funksiyasiga bek muhim bo'ldi. Shuning uchun ma resmi qonun bo'lib jiq yerlarga chiqib qolsa Uyg'urlarninki jamiyatining ichidami qalaymaganchilik chiqishi mumkin deb qarayman. Uyg'ur madaniyat, urf-odat, til ojizlashib ketishdan boshqami shu jamiyatninki axloqi, jamiyatninki ichidagi kontrolmi ojizlashib ketishi mumkin deb qarayman. Shuning uchun uning ta'siri bek ig'ir bo'lishi mumkin. Uningga biz menimcha hozir mush yerdan turib uningga hech nimani qilolmasligimiz mumkin, lekin biz uni qarab yezib dokumentatsiya qilmasak bo'lmaydi. Chunki menimcha u bek muhim bir muhim bir vaqt bo'ldi. Balkim shu lagerdanmi muhim bo'lishi mumkin. O'zgarishi lagerdanmi ig'ir bo'lishi mumkin. Ammo albatta men hozir boya degandek lager bo'lmagan bo'lsa, zulm bo'lmagan bo'lsa, mushu qonunning ta'sirimi shuncha cho'nqur bo'lmaydi. Shuning uchun mashikisni 100% billa ko'rish kerak, billa o'ylash kerak. Birsi bo'lmasa ta'sir shuncha ig'ir bo'lmaydi. Uni keyin shuni to'liq keyin parasaqmi bo'ldi, lekin u meningcha mustamlikchilikninki kolonizatsiyaninki muhim bir parchasi bo'ldi, hem muhim bir strategiyasi bo'ldi. U boshqa yerlarda ko'rgili bo'ldi, lekin hozir Uyg'urlarning arsida Xitoy uni u qurolni bek tutib ig'ir ishlatyapti. Tarixda muşnunga o'xshabroq ketadigan mushinchilik darajada Uyg'urlarning masalan bir millatning uyining ichigacha qonun belgilab kiradigan bir o'rnak bormi Uyg'ur hamda bizning vatanga bo'lgan Xitoyning mustamlikasi bilan birga silishtirg'ini bo'g'dek. Ma albatta 100% o'xshab ketadigan nima boshqa misollar yo'q, lekin ma burunki Şimal Amerikaga qarasak, Avstraliyaga qarasak, Janubiy Jazoir Afrikaga qarasak, Palestinaga qarasak, Kashmirga qarasak, yoki Sibiriya, shu ruslar chiqqan, hatto shu Qozog'istonninki shimol tarafga qarasak shundoq, shunaqa uningga o'xshab ketadigan, lekin teknologiyasi hozirdagidek ilgari bo'lmagan, ammo uningki parchalar bor. Nima misollarni ko'rgili bo'ldi. Uni biz boshqa bir vaqtda balkim bir program qilib Ayrı bir program shunaqa qilib Ama ben meyde Yusufcan'ınkiga mening yaqinda bu o'ylig'inim yana bir ta'tir bir selishtirmasi var deb qaradim. ma'qul. Ta'tir selishtirmasi deganim nima deganda Nazilar 33-yilga deyman Nuremberg law deb bir qonun o'tkazgan. Buningda Yahudilarninki kim Yahudi, ular kimlarni to'y qilsa bo'ladi, kimlar bilan to'y qilsa bo'lmaydi. Bu mana degan vaqtida Nazilarninki oilaning ichiga kirgan, to'y qilish, nikohlashni belgilagan bir qonun. Hamda u shu Holocaustninki oldidagi Yahudi qirg'inchiligini. Ammo Xitoyninki
Buning ta'tursi hamda yana bir xil ekstrem amaliyotda ta'tur desak xato bo'ladi. Yana bir xil ekstrem. Mavo butunlay rad qilsa Nuremberg qonuni ya nazilarninki. Kommunistlarninki yana bir qutqu o'tib bu millatni nikohlashtirib yo'qdima deydi. Avo nikohdan chiqarib etib, qirib yo'qdima desa, mavo nikohlashib turib yo'qdima deydi. Shuningga bu ikki qonun faşist bilan kommunist ikkisi qarashda ikki tarafga qarab mangan bilan, ammo nishon xarakter jihatdan meningcha o'xshab qoladi deyman. Mushu ikki qonun namda azroq kallamga kelgini, chunki men jiq mushu Holocaust'ning o'qish jarayonida shu kallamga keldi Xitoyning ma qonuni chiqqandan keyin. Chunki avo nikoh cheklasa, mavo nikohni qonuni bo'yicha, siyosiy bo'yicha mang'uzush, zo'rlash degan gap. Zo'rlash mana degan vaqtida. Shuningga manda bir selishtirish muvofiqmi o'qimadim, ammo bir ajoyib bir qiziq nuqta bo'lma. Ondan başqa bir taraf mı var? Tarixda muşundaq bir muşunga o'xshaydigan ahvol bo'lganmi desa, Xitoyninki Ming sulolasi vaqtida mushundaq bir ish bo'lgan ekan. Xitoylar shu chog'dimi bir 10 oilani bir qilib, shu 10 oilaga bir boshliq bekitdi ekan. Shu chog'da bu tuzumni Baoja tuzumi deb ekan. Bao degani Changbao Bao. Ja degani oila, oilalarni ko'tarib berish. Oilaning nimasi ko'tarib berish? Oilada xalq nima ish qilyotidi, nima yeyotidi, nima ishlayotidi, hukumatga qarshimi, qo'llamdi deganni aniqlaydigan bir sistemani qurib, uningga Baoja deydigan ismni qo'yapti ekan. Am mushqaytimi Xitoyning qo'llangan usuli va so'zi o'xshash. Masalan, har bir Uyg'urni boshqaradigan 3 odam bor. Birsi Shu Chi Minjing, yani rayon sakçısı. İkincisi onun Xitay tutkunu Jedi Qing. Üçüncüsü Bao Hugenbu. Bao Hugenbu degani Bao degani Changbao Bao şu. Yani her bir Uygur'un üç adamın içinde birisi şu Bao Hugenbu. Bu Bao Hugenbu qanday qildi desa, bu dal 10 adamni boshqaradigan ilk kadr şu. Muşta bo'lgan chog'da mushtuzim Xitoyninki shu Ming davridimi bir qitim ko'rilgan deb qarashdi. Ya o Baoja degani o xeyli burun, o Mingdan emas. O eng ashaddiy Baoja tuzumini yo'lga qo'ygan Mongollar. Xitoy davlatining ichida Yuan sulolasi deb oldi Xitoylar. Shuning ichida 10 oilaga Ja degani o oila emas. Bir o birlikninki nomi soni. Xitoy ichida. Shu 10 oila birlik bo'ladi. 10 ailega birden pichoq, birden qozon, ashta bekitgan hamda Mongollarning vaqtida. Ammo bu tuzum Han sulolasining vaqtida ishlatgan tuzumlar. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Yusufjondan keyin qo'lni ko'targan. Albatta siz qo'shimcha qilsangiz. Men shu İlşat akamninki qilgan teatr selishtirmaga yana bir gapni qo'shmoqchi edim. Birinchisi u nihoyatda qiziqarli ham nihoyatda muhim bir ideya deb qarayman. Men hozir siz gap qilgan vaqtingizda men Jim Crow lawsga o'ylab qoldim. Shu Amerika janubiy Amerikaninki qora terliklarga qo'ygan ayrim qonunlari shu chaqdami qora terliklar, oq terliklar bilan to'y qilsa qat'iy bo'lmaydi degan qonun bo'lgan. Umi burun Qing suloyasidami bo'lgan Uyg'urlarninki yerlarda, vatanida. Shu chaqdami Xitoylar kelgan Xitoylar Uyg'urlar yoki boshqa musulmonlar bilan to'y qilsa bo'lmaydi degan qonunlar bo'lgandi. U keyin o'zgarib ketdi. Uni hozir o'ylasak, nimishqa o'zgarib ketdi deb o'ylasak bo'ldi. Chunki har ikkisi Qing suloyasining vaqtimi ham hozirmi Uyg'urlar
müstakimlikçilikning astida o'ltiryapti. Lekin uningki tipi o'xshamaydi. Uni uyg'urchada qanday deydiganligini men bilmayman, chunki men shu teoriya jihatdan uyg'urchada jiq yozmagan ya paranglashmagan, lekin inglizchada bo'lsa domination colony bilan settler colony ning farqi bo'ldi. Settler colony bo'lib qolsa, u mustamlikchilikningki menzili, shuning ichida mustaqimchilikningki menzili hamma yerni ilib olib, o'zining odamlar ashiyaga ko'chirib qo'yib, ashiyadagi turadigan yerlik odamlarningki madaniyati, tilni, kimlikni butunlay yo'q qilib etish. Chunki uni yo'q qilib etsak, demak, ma yer bizga qoldi. Onunğa igi chiqirgan yoki bizningki deydigan yoki mustaqillikqa chiqimiz deydiganlar yo'q qoldi. Shuning uchun uni butunlay yo'q qilib etish kerak. Ma Patrick Wolf degan bir kolonizatsiya mustamlikchilik to'g'riliq teoriya yozgan bir ingliyalik İngilizlik deyman ya Amerikalik. Onunki deyishicha kolonizatsiyaning eng oxirgi menzili shu yerlik odamlarni butunlay yo'q qilib etish. Uningki 3 xil usuli bor. Birisi hammasini o'ltirib etish. Ma nasistlar Yahudilarni o'ltirib etmekdek, butunlay o'ltirib etish. Yoki Çin sulayisining vaqtida Junganlarni az qolganda hammasini o'ltirib etgandek bo'ldi. Shuning uchun hamma yer bizga qoldi, hech kim uningga biz gap qila olmaydi. Ikkinchisi, ularni elib boshqa yerga ko'chib ketish. Masalan, hozir Gaza yoki West Bankda bo'layotgan ishlar, İsrail u ashiyadagi odamlarni boshqa bir yerga ko'chsa, biz uni ilib olsak, hammasini o'ltirmasakmi bo'ldi, uni ilib olsak bo'ldi deydi. Ondan uchinchisi hammasini assimilyatsiya qilish. Ma Janubiy Amerika, Shimoliy Amerikada burun bir gap bordi, kill the Indian but save the man. U demek biz hamma indianlarni o'ltirmaymiz. Undan burun jiq o'ltirganda, lekin keyin shu 19-asrningki yarmiga kelgan vaqtda endi o'ltirmaymiz, lekin uning ichidagi indianni yo'q qilib etish kerak. Shuning uchun uning bolalarini albatta fransuzcha, inglizcha ya nemischa so'zlash kerak. Uningki madaniyatini yo'q qilib etish kerak. Hozir Uyg'urlarga bo'layotgan del shu deb qarayman. Hem ma qonun bo'lsa, uningki bir muhim bir bosmisi, muhim bir parchasi deb qarayman. Shuning uchun ma kolonizatsiyaning qaysi tipga qarasak, uni texmo yaxshi analiz qila olamiz deb qarayman. Kechiring, u uzun bo'lib ketdi. Ya bek yaxshi oldu aslında bu programlar müştaq teorik narsalarni uçurlarni yuqoroq berilsak xalqqa texmi obdan bo'ldi deb qarayman. Shunga sizning bu jihatdagi bergan to'pingiz bek taqdirlashimizga arziydi. Nima Abduvalik hamdi Xitoyning maqsadining aniq ekanligini bildik butunlay assimilyatsiya qilib mustamlik yerlashimchi mustamlikchilik hamda Uyg'urchada. Şu siyasetin ahırda şu Uygurlarni butunlay yo'q qilishni asosiy nishon ekanligi bu qonun bilan texmi ochiqlik chiqdi desak bo'ldi. Burun qog'oz yuzi bo'lsin Uyg'urlarga avtonomiya beryapmiz u bu degan bo'lsa, hozir bu qonun bilan butunlay avtonomiyani o'zining asosiy qonunining ba'zi modellarini butunlay inkor qildi. Fiili jihatdan real jihatdan amaldan qoldi desek xatolaşmaymiz. Endi bizning tayyorligimiz qanday Uyg'urlar nimishlarni qila olamiz bu cho'ng xatarga, bu assimilyatsiya siyosatiga qarshi. Qo'limizdan bir narsa kelamdi, kiyasida qanday ishlar keldi? Birinchidan men mundaqmi o'ylayman, hech qanday bir ta'sir aks ta'sirsiz bo'lmaydi. Hech qanday bir ta'sir javobsiz bo'lmaydi albatta. Masalan Uyg'urlarningki
biz ko'rib cho'ng'igan ko'chadagi uyg'urcha xatlarning elib etilishi uyg'urlarga bevosita bir ta'sir etdi. Ya'ni bir esankiratgandek bir tuyg'u berdi bu narsa. Bu kishilarni bir qismlarni qo'rqitishi mumkin albatta. Lekin bir qismlarni uyg'otadi bu. Qo'rqishmi bo'ladi, uyg'onishmi bo'ladi. Bir qism kishilar bundan keyin uyg'urcha so'zlasak bo'lmaydi ekan deb o'ylashi mumkin. Yana bir qism kishilar apla uyg'urchamiz yo'qolib ketadi ekan deb o'ylashi mumkin. Mening o'zimning beshidan kechirgan ishim nima desa, men 5-yil vaqasi bo'lgan chaqda Amerikada etdim, u chaqdagi ahvolni ko'rib, apla bizning odamlar baq qo'rqib ketibdi. Endi bundan keyin uyg'urchami so'zlash jur'at qilmaydigan bo'lishi mumkin deb o'ylagan. Keyin bu Urumchiga 2011-yili 6-oyning oxiri qaytsam, bu da aksiya bo'ldi. Kishilar bolalarni Xitoycha maktablardan chiqarib olib, Uyg'urcha maktabga bergan turibdi. O'sha Uyg'urcha maktab batdi. Ondan shu bizning ona til yaslidan iborat bir planimizning vatanda bu qadarcha olqishga erishib, ona til harakatimizning bu qadarcha qo'llashga erishishning sababimi Xitoyning 5-yil vaqasidagi zolim siyosati. Endi shu siyosatga inkas ustida kishilar ona tilimizni qo'g'dayli deb millat bo'yicha bir o'ttirg'a chiqib boqdiq bir qatim. Mayli g'alba, mayli mag'lubiyat bo'lishi. Shunga bu Xitoyning qonuni to'g'ri bir qism odamlarni qo'rqitishi mumkin. Lekin bir qism odamlarni uyg'otadiganligi aniq. Bu paket. Ondan to'g'ri kishilar Uyg'ur so'zlashdan qo'rqib so'zlashdan voz kechishi, bolalarga so'zlashdan voz kechishi mumkin ba'zida. Lekin ba'zida nimishga o'qib ketgandek bu tilimiz. Men zot yo'qotmaydigan amalim yo'qmi? deydigan bir chorani qo'llanishim mumkin. Endi uchinchi bir taraf nima desa, u yerda bu tilni qo'llanayotgan Xitoyning statistikasida kam deganda 13 million inson bor. U insonning ichida bu odamlar yolg'iz bir puhra, bir lopos emas. Bular yeydi, ichidi, iste'mol qiladi bular. Bular xaridor. 13 million xaridor bu. Bu xaridorga mulozimat qilish uchun shu xaridorning tilda so'zlash kerak bo'lgan iqtisoddan iborat bir omil bor. Endi shu yaqinning yog'izi ko'ryapmiz, shu bizning vatanda bir qism dongliq naqshchilar, dongliq chaqchaqchilar, dongliq etotchilar, qiziqchilar chiqyapti. Ondan nima uchun chiqyapti desa, 13 million shu tilni so'zlayotgan inson bor. U insonlar shu tilni so'zlasa, shu mahsulotni qabul qildi, shu mahsulotni sotib oldi, shu cho'lponning keyindan ergashadi. U tilni so'zlamasa, ergashmaydi. Shu bu omil intayin muhim. Masalan, bu Xitoyning birli qonunini chiqargani bilan xalq shu kundan boshlab Uyg'ur tilini so'zlab ketgan bo'lmaydi. Buni yo'qotib Shunga men to'g'ri buning bir burunqi siyosatlarning qonunlashishi, ondan burunqi siyosat abstrakt bo'lgan bo'lsa, texnik konkretlashishi, Uyg'urlarningki texnik zo'r bir badalga, qurbonlikqa duch kelayotganligini ko'rishimiz bilan bir vaqtda bu kadar qattiq bir siyosatga yana bir xil shaklda bir qarshilik, bir inkas, mayli o inkas qaysi shaklda bo'lsin, bo'lishi mumkin deb qarayman masalan. Buning nimalari kishilarningki bu o'xshamagan shaklda bo'ladi. Masalan, bir narsani bayqadim men shu Xitoyningki sosyal media, ijtimoiy taratqullarini ko'rish jarayonida bolalar Uyg'urcha chekyapti badallarga. Men badanning gulchakani yaxshi ko'raman, lekin Uyg'urcha chekyapti bolalar badallarga. Buni bir xil moda qilishga boshlabdi. Ondan yana birisi Uyg'urcha naqsha o'qiydigan bir qism yosh bolalar chiqib, rap deymiz, rap aytgan turibdi Uyg'urcha, biroz Xitoycha aralashtirib. Bular moda bo'lib, hatto Xitoy sahnalariga chiqibdi. Endi shunga bu 13 millionlik bir millatningki tuyuqsiz Xitoyning bir qonuni chiqqandan keyin shu kundan boshlab Uyg'ur so'zlamaydigan bo'lib ketishiga yoki shu kundan boshlablar u tildan voz kechib ketishiga yoki u tilni avlodlarga yetkazmaydigan bo'lib ketishiga ishonmayman. Buning balkim biz ayni vaqtda ko'rgandek aks ta'sir bo'lishi mumkin. Kishilar o'zining madaniyatiga texmi yepishishi, uni qo'g'dab qilishga bir shaklda kuch chiqarishi mumkin. Bu birisi. Ikkinchisi, bu bizning chet ellik Uyg'urlar bir shaklda vatan bilan aloqada yashaydi. Ko'pinchisi WeChat ishlatadi, Douyin ishlatadi,
Şunu bu hozir Facebook işiltadigan, YouTube işiltadigan azap ketdi. Ko'pinchisi shu Douyin bilan WeChat, Kuaishou degan narsalarni ishiltib, oilasidan aloqa yashayotdi. Buning natijasida masalan, vatandagi kishilarningki o'zining tiliga bo'lgan qizg'inlik, madaniyatiga bo'lgan qizg'inlik, an'anasiga bo'lgan seg'inish chet elliklarga ta'sir qilishi mumkin. Yoki bu chet elda bir aks ta'sir paydo qilib, kishilarni texmi bolasini Uyg'urcha o'qitadigan, Uyg'urcha yozadigan, so'zlaydigan qilib ta'sir qilishi mumkin. Shunga bir narsaniki men birla ta'sir bo'ladiganligiga ishonmayman. Ko'p rahmat, hurmatli mehmonlar. Mening savollarim shunchalik qo'shimcha qilganinglar bo'lsanglar, qo'shimcha qilsanglar bo'ldi. Buyurun G'uni, buyurun deb ketay. Marhamat Men G'uni. men qisqala bir gapni qilay. Hozir Abduvali akam degan gaplar pek muhim deb qarayman. Chunki u to'g'ri deydi. Hozirgacha Uyg'urlar albatta indianlar bilan o'xshab ketmaydi. Uyg'urlarningki hozir zamonaviylashib ketgan, shu taraqqiyot qilgan o'ziningki bir medeniyeti hem cemiyeti batırdı. Şunun için u texmi uzun turşu mümkün. Lekin indianlarga qarsak, ular hozir belkim 150 ya 160 yılının aldıda ulanın köpüncüsünü öldürüp etti. Hem başkalarını mecburi asimilyasiya kıldı. Hazır indianların tilli sözleydiğen adamlar nayeti az buldu. Hem cık u bir xil til emas, elbette nurgun tillar buldu. Ama şundaq bolsa mı hazırgacha ulanın kimligi hem ba hem texmo mushu yılların içi texmo küçük bo'lib ketgan idi. Onunki de rap qildiganlar bor chiqib qoldi. Shuning uchun elbette Uyg'urlarningki medeniyati hem tili hem kimligi shuncha oson yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin uningki ba'zi mazmunlari vataning ichida yo'q bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun sirtdagi Uyg'urlar uni saqlana olsa, u keyin shunaqa o'yg'onish bo'lsa yoki bir ikki avloddan keyin shunaqa o'yg'onish kelishi mumkin. Shu chaqda u sirtdagi shu til, madaniyat, kitob hamma narsa tayyor bo'lsa, u ichidagilarga texmi oson bo'ldi uni qaytib ilib olish. Masalan, hozir Navajo nationninki sirtdagi bir ambir bo'lgan bo'lsa, ularningki urf-odatlar, tillarni saqlanadigan bo'lgan bo'lsa, hozir texmi kuchli bo'lib ketadi. Shuning uchun bizninkimi shu yerda bizningki rolimiz bor. Uni saqlanish, dokumentatsiya qilish, arxiv qurish, uni shu kelgusidagi mumkinchilik uchun shunaqa tayyor qilishimiz lozim deb qarayman. Ko'p rahmat G'uni. Boshqa qo'shimcha qilganlar bo'lmasa, buyurun, marhamat Eshit aka. Umidvor bo'lish kerak yanıla. Abduvali Naytijih dedi, G'unim deb bo'ldi. Menimcha, men bir misol bilan, men temir yo'lda cho'ng bo'lgan. Qumulning temir yo'lda. Qumul temir yo'ldagi Uyg'urlar masalan, men G'uljida Chuluqayda cho'ng bo'lgan Uyg'urlar bilan o'xshamaydi. Chuluqayda bir cho'nglar, masalan, men agar aroq ichib ta'tir dasab mengib qolsam, cho'nglardan birisi kelib menga voqiralaydi. Hatto kostyumga birani urishim mumkin. Sen bunda kiyib sapa yursang bo'lmaydi deb boshqaralaydi. Ammo Qumul temir yo'lda cho'nglarningki unda gap qilish huquqi bo'lmagan. Men uni o'z ko'zim bilan ko'rgan. Nima deganda, temir yo'ldagi Uyg'urlarda u yeza yoki Uyg'ur mahallalardagidek ota-onasidan ota bulargacha bir-birini biladigan madaniyat G'uni degan jamiyat to'ri shakllangan emas bo'ladi ko'chmanlarda. Ammo lekin shu temir yo'lning Uyg'urlari, men shu yerda cho'ng bo'ldim. Xitoy madaniyat inqilobi tugagandan keyin hammasi nihoyatda tezlik bilan o'z til, o'z yeziq, urf-odat, hattoki shu cho'nglarga hurmat qiladigan yoshlarning
Aşularmı asliga keldi. Demek bir millatda bir ambar aşularni saqlab qala olsak, chet eldagilar documentation qilamdiq yoki mashadagi jamiyatni shakllantiramdiq. Shu usullar bilan bu Xitoyning qonuni qo'rqinchli. Abay man degandek bir dada balasi qo'ygasimi hatto turmaga solay oladi. Ammo Xitoyning qonuni ham rezinkidek. Ba'zida nayt kuchli kelgan bilan ba'zida nayti yuzaki mangidi. Shuningga har xil ehtimollari bor. Vatan ichida, vatan sirtida buning qarshi tura oladigan, buni mana degan vaqtida unumsizlantira oladigan, buningga hammamizning aqli, irodasi, ishonchisi bu muhim. Rahmat. Köpten köp rahmet İlşat'ka. Mimarlardan G'uni Abdulla Ayubga Allah köpten köp rahmet bu programma qatnashib berganliklari uchun va ekran oldidagi butun qarindoshlarimga otiq salom yo'llaymiz. Bu da qaytimliq programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Ko'p rahmat.